Xo'p, savol bo'ldi. Ya'ni mana bunaqa bizda animatsiyamiz bor, personajimiz animatsiyasi. Bunaqa animatsiyamiz bo'lsa, master sekvenserimizga qanaqa qo'shamiz? Ya'ni mana bu sekvenserimizga har bittasiga alohida qo'shib chiqishimiz kerakmi? Yoki umumiy mana bu yoqqa qo'shib yuborishimiz kerakmi? Bu qanaqa bo'ladi deb so'rashdi. Xo'p, nima qilamiz? O'zi atak prinsipi bu yoqqa qo'shib yuborsa ham bo'ladi. Lekin ya'ni qanaqa bu yoqqa qo'shib yuborish? Prosta add qilib bu ikkalasini chiqib tashlaymiz. Bu yoqda animationni ko'rsatib oladigan bo'lsak, ну, prinsipi bu ishlayveradi. Xo'p, shu yerga qo'shganimizda faqat bu yoqda bizda asosan shotlarimiz bo'lgani uchun, bardak bo'lib ketmasligi uchun nima qilamiz? Xo'p, buni o'chiramiz bu yoqda. Xo'p. Shot ichiga давайте yozib olamiz. Xo'p. Animation. Birinchiga kirib olamiz, plus bosamiz. Xo'p. Animatsiyasidan bu animatsiyani ko'rsatib olamiz. Bizda animatsiya bor. Endi nima qilamiz? Давайте buni bundoq surib qo'yaylik. Endi qaytadan masterimizga kirib olamiz. Master sekvenserimizga. Bu yoqdan plus bosadigan bo'lsak, xo'p, mana bu yoqda subsequence track degan narsa bor. Xo'p, bundan plus bosamiz, animationimizni tanlab olamiz. Shunda mana, to есть 149 gacha. Bu bu bilan почти bir xil narsa, faqat xo'p, buni ichiga kiradigan bo'lsak, xuddi mana shu sekvenserimiz ichiga kiraveradi. Bitta qaytadigan bo'lsak, bunga kiradigan bo'lsak, mana bunda kameramiz, level switcherlarimiz, xo'p, bunda animatsiyamiz. Xo'p, shift s qilib ko'raversak bo'ladi. Bunda bardak bo'lib ketmaydi, bunda vaqtlarni surib qo'ysak bo'ladi, misol uchun. Xo'p. Subsequence qo'yishimizdan asosiy maqsad o'sha bardak bo'lib ketmasligi. Xuddi shunaqa, misol uchun buni kesib misol uchun o'tib olamiz. Misol uchun shu yerga kelganda kesib tashlaymizda. Xo'p, plus bosib, animation 2 ni tanlab olamiz. Animatsiyani ham xuddi shunaqa ko'rsak bo'ladi. Xohlasangiz sekvenser o'zida, xohlasangiz buni ichida, to есть yoki subsequence o'zini ham kesib ishlataversak bo'ladi. Shunaqa. Sekvenser ham kesib ishlataversak bo'ladi. Levellarimizni qanaqa ajratdik? Bu sekvenserlarimizni ham shunaqa ajratib animatsiyalarni bunaqa ishlatsak bo'ladi yoki prosta shunaqa. O'sha o'tgan mana. Shunaqa.